Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz yuqori ahamiyati biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi. Bu darsimizni bugungi mavzuni men Tog'ayeva Sarvina Suyunuvna, o'simlikshunoslik dotsenti olib boraman. Bugungi mavzu bo'yicha rejamiz yuqori ahamiyati, yuqori biologiyasi va yuqori yetishtirish texnologiyasi. Yuqorining ahamiyatli tarafi juda ham ko'p. Yuqorini oziq-ovqat sifatida, yem-xashak sifatida va texnik ekin sifatida ahamiyatga ega hisoblanadi. Yuqorining donidan un tayyorlanadi, lekin uning unidan yuqori sifatli non hosil bo'lmaydi. Shuning uchun ham yuqori uniga doimo bug'doy unidan 30-50% gacha qo'shib non tayyorlash mumkin. Yuqorining donidan mahalliy taom, go'ja tayyorlashda ham foydalanish mumkin. Donning tarkibida 70% kraxmal, 12% oqsil va 3,5% moy moddalari bo'lib, 1 kilogramm donning to'yimliligi 1,22 oziq birligiga teng. Yuqori doni va poyasi yem-xashak sifatida ishlatiladi. Uning doni uy parrandalari va hayvonlar uchun to'yimli oziqa hisoblanib, uni butunligicha yoki yorma holatda berishimiz mumkin. Yuqorining texnik ahamiyati ham uning donidan spirt olish mumkin, kraxmal olish mumkin. Bundan tashqari 1 gektardan 40 tonna ko'k massa yetishtirilganda 6-12 tonnagacha spirt olish mumkin. Qandli navlarining poyasi tarkibida 18% gacha qamish shakari bo'lib, unda saxaroza, fruktoza, glyukoza teng miqdorda bo'ladi. 1 gektar yerdan olingan hosildan 8-10 tonna shakar qiyomi, ya'ni sifati bo'yicha asalari asaliga tenglashtirilgan hisoblanadi. Shakar miqdori bo'yicha shirin yuqori poyasining sharbati shakar qamish sharbatidan kam emas, lekin tarkibi jihatidan u sezilarli darajada farq qiladi. Agar shakar qamish sharbatida faqat saxaroza bo'lsa, shirin yuqori sharbatida saxarozadan tashqari ko'p miqdorda glyukoza va eriydigan kraxmal bo'ladi. Bu shakar kristallanishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun quruq shakar ishlab chiqarish uchun yuqori sharbati yaroqli emas, balki glyukoza miqdori yuqori bo'lgan asal va shinni ishlab chiqarsa bo'ladi. Endi bularning supurgisimon turlari ham bor. Bu supurgisimon yuqoridan supurgi ishlab chiqarishda, shutkalar ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. O'zi 3 ta guruhga ajratganimizda don yuqori asosan oziq-ovqatda, bundan tashqari undan un tayyorlanib, unidan non yopishimiz mumkin. Yana chorva mollari uchun shirali silos tayyorlashda ham foydalanishimiz mumkin. Shirin yuqoridan boya aytib o'tib ketganimizdek, shinni olinadi. Supurgi yuqoridan esa supurgi chutkalar tayyorlashda foydalanishimiz mumkin. Bular asosan poyasining tuzilishi bilan ham, bundan tashqari gul to'plamining shakli, ko'rinishlari bilan ham bir-biridan farq qiladi. Endi yuqorini biologiyasiga keladigan bo'lsak, issiqlikka talabi bo'yicha yuqori o'zi aslida kelib chiqishi bo'yicha issiq iqlim o'simligi hisoblanadi. Shuning uchun issiqlikka bo'lgan talabi ancha yuqori. Yuqori urug'i tuproq harorati 15 gradus bo'lganda o'sib rivojlanishni boshlaydi. Urug'ning o'nib chiqishi uchun esa past harorat 10-12 gradus hisoblanadi. Lekin o'simtaning yer yuzasiga dala sharoitida o'sib chiqishi uchun 18 gradus bo'lishi kerak. O'simlik -1 gradus bo'lsa halok bo'ladi. Yuqori o'simligining o'sish va rivojlanishi uchun maqbul harorat 27-30 gradusni atrofida bo'lishi kerak. O'simlik rivaklanish davrining boshlanishida, ya'ni yuqori haroratni 40-45 gradusda yaxshi o'tkazadi. Havo haroratining 50 gradusgacha ko'tarilishida yuqorida qo'ng'ir dog'lar paydo bo'lib, to'qimalarning 30%, 55-60% da esa 90% to'qimalarning halok bo'lishi kuzatiladi. Endi namlikka bo'lgan talabi bo'yicha yuqori qirg'oqchilikka chidamli o'simlik hisoblanadi, lekin shu bilan birgalikda suvga talabchan o'simlik ham hisoblanadi. Ya'ni bular tuproqqa unchalik talabchan emas va O'zbekiston Respublikasining hamma tuproq tiplarida yuqorini ekib, undan mo'l hosil olish mumkin. Ekin mineral o'g'itlarga ta'sirchan, azotli o'g'itlar eng ko'p ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa amal davridagi sug'orishlar bilan birgalikda. Yuqori sistematikasiga keladigan bo'lsak, yuqori o'zi qo'ng'irboshlilar oilasiga mansub o'simlik hisoblanadi.
oilasi qo'ng'irboshlilar avlodi sorghum va moinpers avlodiga mansub o'simlik hisoblanadi. Bularning turlari juda ham ko'p, 223 tadan ortiq turi bor. Shu turlardan jo'xorini ba'zi bir turlari keng qo'llaniladi. Jo'xori agrotexnikasiga keladigan bo'lsak, almashlab ekishdagi o'rni. Jo'xorini albatta har qanday ekindan bo'shagan yerga ham ekishimiz mumkin. Uni asosan donli va don dukkakli ekinlardan, kartoshka, ildiz mevali ekinlardan va g'o'zadan bo'shagan yerlarga ekish mumkin. Don dukkakli ekinlardan keyin bidan nima deydi, jo'xorini ekadigan bo'lsak, bu hosildorlikning yuqori bo'lishiga olib keladi. Sababi don dukkakli ekinlarimizning ildizida tuganaklar bo'ladi. U tuganaklarda havo azotini o'zlashtiradigan tuganak bakteriyalari yashaydi va don dukkakli ekinlari yerda 100 dan 400 gacha kilogrammgacha bir gektar joyda azot to'playdi. Bu esa jo'xori uchun ancha foydali hisoblanadi. Takroriy ekin sifatida albatta kuzgi don ekinlaridan keyin ekishimiz mumkin bo'ladi. O'g'itlashga keladigan bo'lsak, jo'xori ekiladigan yerlarda organik va mineral o'g'itlar beriladi. Yerni kuzda shudgorlashdan oldin uning har gektariga 15-20 tonnadan chirigan gung solinadi. Tuproqning unumdorligiga qarab har gektar jo'xori ekilgan maydonlarda yil davomida gektariga 120-150 kilogramm, 100-120 kilogramm fosfor va 50-60 kilogramm kaliy o'g'itlari berish kerak. Fosfor o'g'itining bir qismi kuzda yerni shudgorlashdan oldin beriladi. Boshqa mineral o'g'itlar, shu jumladan fosforli o'g'itning qolgan qismi ham ekish vaqtida va o'suv davrida solinadi. Jo'xori o'suv davrida 2 marta oziqlantiriladi. Birinchi marta ekinlar yagona ya'ni qilingandan so'ng oziqlantiriladi. Har gektar yerda 60-70 kilogramm azot, 30-40 kilogramm fosfor va 20-30 kilogramm kaliy solish kerak. Ikkinchi marta o'simliklarda o'rtacha 8 ta 10 ta barg hosil bo'lganda oziqlantirishimiz kerak. Bungalda ham har gektar yerga 60-70 kilogramm azot, 30-40 kilogramm fosfor va 20-30 kilogramm kaliy solinadi. Endi yetishtirish texnologiyasi bo'yicha albatta yerni ekishga tayyorlash, bilasizlar, yerni kuzda 27-30 sm chuqurlikda chimqirqarli yoki 2 yarusli puluk yordamida shudgor qilishimiz kerak bo'ladi. Sho'rlangan yerlarda shudgor qilishdan oldin tuproq albatta yuvilishi kerak. Erta bahorda esa tuproqda nam saqlash maqsadida shudgor barona qilinadi. Jo'xori kechki bahorgi ekinlar jumlasiga kiradi. Shuning uchun uni ekishga qadar shudgorni 1-2 marta 10-12 sm chuqurlikda kultivatsiya qilinadi va ketma-ket baronalash mumkin. Buning natijasida ya'ni yangi paydo bo'lgan begona o'tlar yo'qotiladi, yer yumshatiladi va barona qilingandan so'ng albatta mola bostiriladi. Ekish urug'lik jo'xori albatta urug'ini ruvagida saqlash kerak, ya'ni yanchilmagan holatda saqlanadi. Ekishga 7-10 kun qolganda ruvaklardagi don yanchib olinadi. Yanchilgan urug' tozalanadi va ekish uchun bir xilda bo'lgan yirik va sara don ajratib olinadi. Albatta urug'likni ekishdan oldin issiq havoda shamollatib qizdiriladi. Buning natijasida urug'lik to'la yetiladi, unib chiqish darajasi ortadi, tez va qiyg'os unib chiqadi. Endi urug'ning tozaligi davlat andozasiga javob berishi kerak. Bu bo'yicha 90-95% tozaligi, unib chiqish darajasi esa 80-85% dan kam bo'lmasligi kerak. Jo'xori urug'i ekish oldidan albatta dorilanadi. Jo'xori makka jo'xoriga nisbatan kechroq, tuproq harorati 13-15 gradusga yetganda ekishimiz kerak bo'ladi. Endi albatta 1 gektarda qoldiriladigan o'simlik sonini aniqlashda yerning unumdorlik darajasini hisobga olish kerak. Yer unumdor bo'ladigan bo'lsa, oziqlanish maydoni kichik, unumdorligi past bo'lsa, oziqlanish maydoni katta bo'lishi lozim. O'zbekistonning janubiy viloyatlarida may oyining boshlarida ekiladi, O'zbekistonning markaziy tumanlarida aprel oyining ikkinchi yarmida ekiladi. Lekin jo'xorini qandli va supurgisimon turlarini ertaroq ekishimiz mumkin. Sababi ularning urug'i qobig'i bo'ladi. Tuproq nami ortiqcha bo'lgan taqdirda ham chirib ketmaydi. Jo'xori qator oralari keng qilib 60-70-90 sm qilib ekiladi. Baland bo'yli kechpishar navlar yuqori hosilli dalalarda don uchun ekilganda 1 gektar yerga 60-80 ming tup o'simlik ekiladi. Past bo'yli tezpishar navlar esa albatta qalinroq qilib ekiladi.
Endi jo'xori donini yoki silos uchun yetishtiriladigan bo'lsa, har gektardan yerga 8-12 ko'kpoya uchun esa 15-20 kilogramm urug' ekishimiz kerak. Urug' ekish chuqurligi, ya'ni tuproqning mexanik tarkibiga qarab ekish muddatiga bog'liq holatda belgilanadi. Zichligi o'rtacha bo'lgan tuproqlarda urug' 4-5 santimetr chuqurlikka, og'ir tuproqlarda esa 3-4 santimetr chuqurlikda ekiladi. Ekinni parvarish qilish, jo'xorini parvarish qilish tuproq qatqalog'iga qarshi albatta kurash olib borish kerak. Qator oralarni ishlashimiz kerak, yaganalash, oziqlantirish va sug'orishimiz kerak bo'ladi. Urug' unib chiqqanga qadar va unib chiqish davrida tuproq qatqalog'ini yumshatish va begona o'tlarni yo'qotish uchun yengil barona yoki rotatsiya motiga bilan ishlanadi. Jo'xori maysalari dastlabki, albatta jo'xori maysalar dastlabki 30-35 kun ichida juda sekin o'sadi va qator oralarini o't bosib ketadi. Bu paytda albatta maysalar to'la paydo bo'lgandan so'ng tez orada qator oralarni ishlash va begona o'tlarni yo'qotishga kirishish kerak. O'sish davrida jo'xori 2-3 marta kultivatsiya qilinadi. O'simlikda o'rtacha 4-5 ta barg hosil bo'lganda birinchi kultivatsiya o'tkaziladi. So'ngra yagana qilinadi. Uyalar atrofidagi begona o'tlar yulib tashlanadi. Bundan tashqari xato uyalarda qo'shimcha urug' ham ekishimiz mumkin bo'ladi. O'simlik qator oralari g'o'za va makka jo'xoriga ishlatiladigan kultivatorlar bilan ishlatadi. Birinchi kultivatsiya qilingandan 10-15 kun o'tgandan keyin ikkinchi va yana 10-15 kun o'tgandan keyin esa uchinchi kultivatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Jo'xorining kechpishar navlari o'sish davrida albatta 5-6 martagacha sug'orishimiz kerak. Birinchi suv maysa paydo bo'lgandan so'ng 25-30 kun o'tgach beriladi. Keyingi suvlar esa har 17-20 kunda berib turiladi. Sug'orish miqdori ruvak chiqargungacha bo'lgan davrlarda albatta 600-800 metr kubga, keyinchalik esa 800 ming metr kubga bo'lishi kerak. Jo'xori ko'kligicha molga yediriladigan bo'lsa, uni urib olgandan so'ng gektariga 60-90 kilogramm azot berilib, so'ngra sug'oriladi. Buning natijasida albatta jo'xorining nima deydi, qayta o'sib rivojlanishi tezlashadi. Hosilni yig'ish chorva mollari uchun, ya'ni ko'kligicha beriladigan bo'lsa, jo'xori ruvak chiqarish davrida yig'ib olinadi, chiqargan davrida. Don uchun ekilgan jo'xori esa doni to'la pishib yetilganda yig'iladi. Don uchun ekilgan jo'xorining past bo'yli navlari qayta uskunalangan don kombaynlarda o'rib olinadi. Baland bo'yli navlari esa kombaynda faqat ruvaklari qirqib olinadi va ular quritilib, demak don kombaynlarda yoki oddiy molotelkada yanchib olinadi. Jo'xori yanchilgandan so'ng doni albatta quritiladi va namligi 12-14% bo'lgan don qoplarda yoki polda 1,5 metr qalinlikda, demak 1,5 metr qalinlikda omborlarda urug'lik uchun qoldiriladigan jo'xori bino ichida ruvaklari bilan birga saqlash kerak. Jo'xori silos hamda ko'kligicha molga yedirish maqsadida ekilgan bo'lsa, uni kombaynlar yordamida yoki kir 1,5 rusumli o'rish mashinalarida yig'ib olishimiz mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.